kerakdir. Bu kelib qapsiz-ku. Bu ne lan? Bu pulni ilib, buni kim dadam bilan bo'lgan har qanday munosabatingizni oxirlashtirgan. Nima? Bu pulni ilib shirkatdan ket demoqchiman. Siz kino ishlatdim, siz ilishib qoldingizmi? Ha? Ilishib qoldingizmi da? O'zim boshqa qilgan ishlarga qilamda. Men sizga necha qatam aytdim. Lider bilan hech qanday munosabatim yo'q dedim-ku. Siz nima ishonmaysiz? İlama pulni. Nima ish bo'ldi? Dada. Ketdi, nima varan turing bu? Sizlar kimdan bu? Ulan. Kim soltak o? Hech kim dada. Oy, ishni oldi kelib urishqadak nemish bo'ldi zodi? Shu xizmatdagi birozroq ishlatdi dada. Asirmigina. Dada, men sal charchab qopdim. Aytib paranchim. Ha qancha ish bo'lsa-mu, men turib. Dada, aytib paranchaylik dedim-ku. Ma'qul. Yaxshi damalanamsiz, ha? Aytib paranchaylik. Amma yordamlashay. Voy balam, sahar turibsiz-ku? Ha? Muvaqqat. Armozni ammay. Panondagi atiyalik chayni men tayyorlay. Voy jinim balam. Voy bu tarbiya ko'rgan bolachi boshqacha bo'ldi ekan mana. Voy, yancha atgan Voy balam. Muzdek narsa atganda ishmigina? Birinchi. Hay. Yaxshi quloq. Balam smura balam elana. Dana, qizim Farizat babu, men yangi telefon akatgan, shunga o'zim ishlatayotgan koni telefonni sizga beraychi-mi balam ishlatib? Rahmat amma. Evet. Geldi. Ne kadar balam? An ayak koyuyor. Naşlıq tutma. Voy tuttu ya, kafitti. Azım sen oldu. Ekin ola. Tamam. Yana yardımcı edip sizde. Ola. Bu yer jürsüz o. Ha? Bo'lmabdimi? Ay yo'q, chiqib olmamsiz. Yo'q, uyda shu bir kun damalay deb. Ha, shirkatda bir ish bo'lmaganda. Dada, sirtqa chiqib ketib aramab kelaymi? Yo'q, kunda xizmat deb oldirab yuradigan bola tuyuqsiz ish qilib olsangiz, ansirab qoldi ekan. Dada, o'zimning rayi quyvita bo'ldi. Mayli. Sizda mamog'im uzun bo'ldi. Toza bir uxlab oling bolam. Birdan uxlayman. Bo'lmasa, nashtangizni qipla. Uf, dada, qo'sqim oshmidi. Bo'ldi. Qo'saq ochqanni ya. Sizim kelib biz bilan bilan naşta qilan sana. Bo'li hadi atgan naşta qilyaptilar. Qan shakar nisbati o'lchadingizmi? Qancha chiqibdi? Tunigini o'lchagan, ancha yuqori emas ekan. Bu kasal qanday xo'p sizni chaplashgandi a? Doktor o'zini davolayamaydi degan rost ketganda. Barna ko'rinmaydi o. Barna akşam xel kechki kitob ko'rdi-ku deyman. Shuning uchun atgan birdan uxlasin deb uyg'otmadim. Bo'pti, uxlasin. Tatsi. Sizga deydigan bir maslahatim bor edi. Qanday? Qizimiz Barnamo xil chong bo'lib qoldi.
Bana o'qishni bitirib qaytib keldi. Bu yil o'rnisa 27 yoshga kirib qoldi. Endi balaning og'zi qarab turavermay, burroq uning to'yini qilib qo'ysaqmikin deyman. Sizning-chi? Men mo shunda o'ylagan. Do'stim Jamilaning o'g'lichi bak obdan bal bo'pti. O chet elda o'qib kelib, hozir dadasiga yordamlashibdi-da. Voy, qaytib ketdimi? Qaytib kelgili bak uzun bo'lmabdi. Men qarasam ularning oila ahvoli bizga eng mos kerak. Gülzar, bunu qizimizning o'zidan so'rab bir ish qilaylik. Meningcha Bernaning jur'atini bada qildi. Unda emas-ku. Berna menga bu to'g'ri qilib baxmidi-ku. Doktorxonamizda Jasur ismli bir yosh doktor bor. Men bir necha qitim Bernaning uning bilan qizg'in paranglashib turganligini ko'rgandim. Shunaqmi? Lekin bu yigit o'zi yosh bo'lsa-mu, kasbini aytib pishqan, xili qobiliyatlik. undaqda men uni bir ko'rib baqsam bo'g'daychimi? Doktor o'zining intayin yaxshi fikrini o'tirib qo'ydi. Qani, ko'pchilik o'zinglarning qanday fikrini olsa qo'ysang bo'ladi. Bu oshqozon rakininki oshqozon qanday bir o'rinda paydo bo'lish ehtimolligi bo'ldi. Shunga biz shu bemorning badanida yuz bergan g'ayriy alomatlarga yaxshi diqqat qilishimiz kerak deb qarayman. Ali Juret, 你说两句。我觉得解说医师的方案非常可惜，我同意。杨大夫，你有什么意见吗？解送准备的资料我看过，没问题。我同意。Undaq bo'lsa, yana boshqa o'xshamagan fikr bormi? Undaq bo'lsa, mush plan bo'yicha dastlabki davolashni boshlasak bo'ladi. Davolash unumga qarab, operatsiya qilish loyihasini qayta tuzib chiqamiz. Yig'in mushaychi bo'lsin. Hop. Endi og'zingizni ichine. Undaqki. Başlamlıkta. Ballarım kichik vaqtida shunday o'z qo'lim bilan og'ziga solib qo'ysam, tomishib ketadi. Atrofimda qushqashning ballarida ulishib olib, yana deb ketadi. 30 yildan beri o'zgarmagan ta'mda bu. Shuncha uzun bo'ldim ha? Bu mening dadamning dadasidan menga miros qolgan hunar emasmi? Dadamning dadasining ismi menga o'xshash. Sizga tomoqqa keldim. Oy, tomoq aytdingizmi? Narni aytibsiz-da qizim-da. Avar olmay uyga chaqasingiz chiqatdim emasmi? Avar bo'lmadim, sizning chapata atib qolmasin deb. Sig'il yavina. Qaraganda o'xshaganda qildi. Almaka, so'qmoq bormi ya? Bor. Bo'ldi, so'q beraman. Bor. Qaysini olsiz? Buni olay. Qanchalik olsiz? Maqolay. Manasir. Tayyor bo'ldi. Rahmat Almaka. Xo'sh. Qanday tag'a? Qamlashtira oldimmi? Xislatadingiz bormi uyda? Talla bozorga ketdi edim. Talla bozorga ketdimi? Kiran. Akishmi? Voy, tadım var. Qanaqa gapingizsiz? Sağlarım olmuşsan bunu ki. Bizim yettim ben de. Sırtını tamamladım tamam. Böylelikle gelmeydi de. Şimdi. Voy, aklıma bir kez.
Kira. Mücadele etsin. Ha, yadınız mı? Kira. Ben sizlerle tanıştırıp koyayım. Bu Aylin Gülzar buldu. Yaxshimisiz? Bu doktor hanımımızın kolluk doktoru Cesur buldu. Siz tamak yiyemiyorum ben sana dur kırayım. Ve bildiğiniz kim var? Hoşuz. Var. Tag'a, choy bilan yang'ar. Antağa video yaptı o video. Kim o nezer degeni? Xislatdan başlap yaptı o. Xislatdan başlığı? Ha. O nereden yaptı o? Funda. Nega? İşgalda kez çıkıp koymuşsak olmaz. Muştaqlı çıkamsınız. Qanday chiqib olsa, muhabbet chiqsiniz, qamlashmasin ki. Ha, işe. Mana. Bak bola. Jura. Hayal ki. Oynadık ya. Başlık özü kelgide zaten demiş olgan da. Qaraganda şirketde yo'q chiqqandek qiladi juma. Shundami da? Shunda olmay. Qaraganda ishlar o'ngshalgandek turdi, ha? Ha. Bichora qizim tunigundan beri bir vaqt tomoqmi yemadi degina. Xislat bir talant egisi juma. Ha? Kimning qizi u? Mananga qaraysa. O tug'ilish tilashdan bir talant egisi. Shu. Bunda adım taldım demay ishlab turadigan talant egisini bular nereden topadi deysiz? Ha, shu. Nereden topadi ular? Boshliq cho'ng bilgachga atayin o'zi izlab kelgan nima? Ha, avval tez qilib boqam yani. Jura ketdi. Hadi şirketga qanday boraman? Ha, eshitma. Ha, sizlarning shirkat to'liq e'lon berib ekansiz, xizmatchi qabul qilamiz deb. Shuni so'rab boqayda telefon qilgan. Ha, o'qishni ham bitagan. Xizmat tajribam yo'q. Ha, odam qabul qilib bo'ldinglarmi? Ha, ma'qul, rahmat. Ha, eshitma. Ha, shirkatinglar to'liq tushirib berib ekan, xizmatchi qabul qilamiz deb. Xizmat tajriba? Odam qabul qilib bo'ldinglarmi? Tamam, rahmat, var. Direktor. İşten düştü ozma. Bu çağı olganda işten düşmey iş çıkarttın mı? İkimiz bir paranışmaqsa qopdiki. Nemini paranışımız xislat, ha? Mende kechirim so'rab, pul ag'il kelgansiz, Aqshan. Nima? Nim da'vatsiz? Siz mende kechirim so'rasing to'g'ri bo'larmiki? Kallangizdan da'di bormi ya? Ha? Tunigun pulni bersam, tashrif ketasiz.
Bugün nima keldingiz? Ha? Mende kechirim so'rab shu pulni ag'il kelgansiz. Direktor, men sizga adabsizlik qilib baxmadim. Siz menga adabsizlik qilyapsiz. Shuning uchun siz menda kechirim so'rasangiz to'g'ri bo'larmiki? Hey, nimda yuzingiz qilin qizalasiz, ha? Lider hamman sizga debdi-ku. Aminadarning ishini o'qibsiz. Shuning uchun qilganlaringiz uchun menda kechirim so'rang. Gap tushunyapsiz? Tushunamidingizmi? Ha? Bu kechirim deganni xato qilgan odam so'raydigan-da. Shundaq. Siz xato qildingiz. Shuning uchun siz menda kechirim so'rang. Siz nimda qo'rqinchli qizaloqsizlar? Ha? Mushu vaqtgacha agi teganmigingiz pikaga maskanda sizdan. Siz mush deganlaringiz uchun menda kechirim so'rang. Direktor, men bu yil endi 29 yoshga kirdim. O'tgan 8 yilda men shirkat uchun jafoliq tirishib ishildim. Siz haddidan bek ashurvatdingiz, direktor. Hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atgan cheyni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atgan cheyi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətib erkin çıxırıcı. Vay nemine? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Men Kamolat tish doktori. Tishingizni har kuni addigan kash 2 vaqt tomoqdan keyin cho'tkalang. Har oyda 7 kun ig'iz chayqash suyuqligini ishlating. Kamolat ig'iz bo'shliqqa asrash yurishdiki. Menimcha bu savol nihoyat yaxshi o'tirib qo'yildi. Uzundan beri mening kallamda mana shunday bir davolg'ish bor. Mush ish to'g'riliq. Mayli san'atchi bo'layli, mayli savdogar bo'laydi yoki jamiyatning har qaysi qatlamida qaysi xizmatni o'yisidan chiquvchi bo'lsin, u dastlabda balkim o'z qiziqishi bo'lishi mumkin. San'atchi bo'lsa, menga o'xshash bir naqshamni ko'proq aytib, bundan ko'proq odamlarning e'tiboriga erishsam degan bir fikrda boshlashi mumkin. Savdogar bo'lsa, 10 ko'y pulni 20 ko'yga aylantirman degan bir tirishchanlik bilan ailemle bakıman, balamla bakıman, tuqqanlarımı qarayman degan bir pul tepish istigida boshlanishi mumkin. Shunga o'xshash hamma kasbning boshlanish nuqtasi bo'ladi. U nihoyat bir tabiiy holda oddiy bir arzu, oddiy bir maqsad bilan boshlandi. Endi mushu jarayonda qaysi kasbdagi odam bo'lishdan qat'iy nazar bir mezgildan keyin agar u muvaffaqiyat qozonib qolsa, o'z ishida natija yaratib qolsa, ondan oqsiz bir baqidi-da u kallasini burab, keyin bir baqidi, bir qaraydi. O'sha chaqda o'zining aslida kutgan orzusidan olqib, xeyli bir yerga ketganligini bayqaydi. Shu vaqtida bu dastlabki kichikgina bir orzu maqsad allburun o'zining zimmasiga yuklangan bir mas'uliyat bo'lganligini bayqish mumkin. Aslan o'ylab qo'yinglar, balkim har biringlar shunda kelgan. Cümleden memnun şunda. Dastlabda bir naqsh etdim, 2 naqsh etdim. Ondan keyin bir disk taqatdim yoki bir to'plam taqatdim. Texnik qiraq odamlarning menga diqqat qilishini umid qilgan bo'lsam, hozir bu mendagi boshlatib bo'g'ilib bo'lmaydigan bir mas'uliyatga aylandi. Men hamma kasbga bu shudo deb o'ylayman. Savdogarmi nurg'un bir mablag'ga erishgandan keyin oqsi shunda burilib qarasa, bu nuqul pul tepish uchun emas, burun pul tepish degandan o'tib jamiyatning yukini yengillatish uchun, jamiyat taraqqiyotini chaqini ilg'irlatish uchun o'zining bir kishilik as qo'shayotganligini bayqay olish mumkin. Bu haqiqatan shunda pul topman deydi, pulni topadi, undan keyin ko'proq pul topman deydi, ko'proq pul topadi, ko'proq pul tepish uchun albatta ko'proq odamni ishlatadi. Masalan, biz buni Ota arzusi degan filmni bir misol olaylik. Ota arzusi degan filmda
Mening o'ylashimcha ilgari keyin bu 100 ga yaqin odam ishlaydi. Buningda sizlar ko'yganlar bor, sizlar ko'miganlar bor, oqsat ishlaydiganlar bor, jiroq turib ishlaydiganlar bor, yaqin maydonda ishlaydiganlar bor. Buni yig'ib kelganda 100 ga yaqin odam qatnashdi. Bu vaqt intayin uzun. Ilgari keyin bu 1 yilga yaqin vaqtda suratga olingan film. Endi o'ylab qo'yinglar, birodarlar, qarindoshlar, mana mushu 100 ga yaqin odamning bir kunlik tamog'i uchun qancha pul ketadi? Hech bo'lmaganda boshqa haqlarni deyishmay turaylik. Faqat tamoq uchun qancha pul ketadi deganni o'ylasaqlar, bir yilga yaqin vaqt ichida ishlangan bu film uchun tamoq qilib qancha pul ketgan bo'lishi mumkin degan bir yakun chiqdi har qanday bir odamning qalbisida. Demakki, mablag' chiqib ketadi. Bu mablag' chiqaruvchi filmga sog'andan keyin faqat bo'lmaganda eng oddiy bir uqum. Bu sağlam mablag' qaytib kelish kerak hech bo'lmaganda. Qaytgandan keyin endi u qaytda yana ishlab chiqarishga kirishalaydi. Agar u ziyon tortaversa, har filmda 1-2 million pulni ziyon uraversa, bir qatimda balkim vaqt bo'ldi men bu sohadan asta pishimni tortib chiqib ketay deyish mumkin. Qaranglar, bu yer nima yuz berdi desa, jamiyatimizda mana shu Yasinjonga o'xshash bir film ishlovchidan birisi bu sohadan chekinib chiqib ketdi demak, bizning bu sohada bir odam ozlaydi degan gap. Bu har bir ishni o'z kasb ahli qilish kerak. To'g'ri, pul va odamlar yana bor. Ularmi filmga mablag' so'rasa bo'ldi, lekin eng yaxshisi shu ishni biladigan odam bu ishga mablag' so'ragani nihoyat afzal deb o'ylayman. Şuna filmlarning ichida televiziya teatrlari hamda bizning Shinjongda yaxshi siyosatlarning nuri ostida televiziya teatrlari qo'yilishga boshlayotdi, taraqqiy qilyotdi bu jarayonda. Filmning beshida yo o'ttirda e'lon chiqdi. Bu e'lon nima desa, hamda bu sog'an dasmining ozroq bir qismini shu e'lon bergan kishilarning mablag' orqali to'liqlash to'g'ri keldi. Faqat e'lon bo'lmasa yaxshi, men buni nihoyat yaxshi ko'raman. İlan bo'lmagan bo'lsa yaxshi bo'libdi. Bak biz kinoni ko'rsak bo'ladi. Ammo unda kinoni cho'qim kinoxonaga berib ko'rishimiz kerak. Bilet ile ilonim yo'q. Balkim bo'lsin biz uqmaydigan darajada sindirib o'tgan anda bir xil 11 soatlik kinoni 50-60 qo'yga elib ko'rsak u bo'ldi.